Samatbek, menda sochi yo'q deganlarga mana. Borakam orqali to'rtta soch. Tortsa bo'ladimi? Ana, bo'lyapti. Shuning uchun obuna bo'linglar xolos. Sizlar yana $100 yutib olmoqchi bo'lsangiz, bizning Instagramga obuna bo'ling. Mana va'da berganimizda bugun soat oldida hozir ushbu tirajimizda o'ynaymiz. Tak, $100 mana haqiqiy, mana yaqinroq olib kelib ko'rsating. Anaqa falshiy, malshiy degan kommentariy ko'payib ketdi mana. O'zim uyda chiqarganim yo'q. Bozordan o'zbek milliy valyutamizni bilib dollar oldim. Hozir shu $100 da kimdir yutib olishi mumkin. O'tgan safar yutib olgan bolalarga ham albatta berganmiz shu $100. Hozirgi $100 ko'rsatgan $100 ushbu ukamiz bilan o'ynaymiz. Ukamiz trend quyidagicha men qilgan ishlarni qaytarasiz. 3 ta ish qilamiz. Agar shu 3 ta ishni uchasini ham qaytara olsangiz, $100 sizga berib ketaman. Kelishdikmi? Tayyormisiz Samatbek? Unda boshladik. 1 2 3. Shundami? Ha? 2 3. 1 2 1 2. Evet. 1 2 3. Yo'q. Ukamiz ham $100lik konkursimizda qatnashmoqchi ekan, obuna bo'lgan ekan. Xo'p, men qaytargan 3 ta funksiyani qaytarsa, ukamizga hozir mana ushbu yangi $100 ni berib ketaman. Tayyormisiz? Ketdik. 1 2. Yaxshi. 1 2 1 2. Yaxshi. 1 2. 1 2. Sochim yo'q-ku meni. Ot ko'rsatib qo'ying, va'da qilingan soatda atrofida qilyapmiz. $100lik rozыгрышimi. Xo'p, azizlar, mana fontanda oldiga keldik. Shu yerda ham $100 hozir o'ynaymiz. Doktor Muhammadga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Sen rohib mehr emasmisan? Mana va'da qilgandik, fontanda atrofida $100 o'ynamoqchi bo'lib yuribmiz. Muhammadga obuna bo'lganmiz. Obuna bo'lib qo'ying, $100 yuborishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, azizlar, mana va'da qilingandek soatda oldida, fontanda oldida va Marhamat markaziy dehqon bozorining oldida $100 o'ynadik. Ushbu $100 keyingi safarlikka qoldi. Hammaga omad.